Assalamu alaykum hürmetlik savoqdaşlar. Tayba darsxonamizga xoş geldinglar. Biz bugün i'rob darsimizning 21-darsini o'qiymiz. Bizning bugun o'qiydigan hadisimiz 28-hadis. Unda bo'lsa biz darsimizni boshlaylik. Bismillahirrohmanirrohim. Al-hadithu thamin wal 20 28-hadis. An Abi Najih al-Irbad ibn Sari radiyallahu anhu قال: وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود. 28-hadis. An Abi Najih al-Irbad ibn Sari radiyallahu anhu din rivoyat qilindi. U dedi: "Wa'adana nasihat qildi." Yani vaz nasihat qildi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mau'izatan. Bir nasihatni qildiki, bu yerdagi mau'izatni bo'ldi, maf'ul mutlaq. Bir nasihat qildiki, wajilat minhal qulub. Irib ketdi uningdan qalblar. Qalblar yumshab ketdi, qalblar uningdan qandaq ketdi, yumshab ketdi. Va zarafat minhal uyun. Yosh to'kdi o nasihatdan ko'zlar. Dedik biz, ey Rasululloh, ka'annaha mau'izatu muwaddi'. Xuddi bu uzitib qo'yg'uvchining nasihatiga o'xshash bo'ldi. Ya'ni xuddi bundan keyin sizlar bizga gapirmaydigandek, eng oxirgi qatim bir nutqlardek mau'izatu muwaddi' uzatquchining nasihatini qildi bizga. Fa'awsina bizga qanday qilsizlar, bir tavsiya bo'lsa qilsizlar. Dedik. Qal usikum bi taqvalloh. Sizlarni Allohdan qo'rqishga tavsiya qilaman. Was-sam'i wat-ta'a va itoat qilishga qanday qilaman, tavsiya qilaman. Va in tamara alaykum abdun. Sizlarga bir qul boshliq qo'ygan taqdirdimi? Sam'a va ta'a degan gap itoat qilish, bo'ysunish degan gap, ha? Sizlarga bir qul boshliq qo'ygan taqdirdimi? Itoat qilishga qanday qilaman, tavsiya qilaman. Fa innahu man ya'ish minkum. Haqiqatan kimiki yashsa sizlardan, fa innahu man ya'ish minkum, ya'ni sizlardan bundan keyin yashaganlar fasayara ixtilafan kathira. Nurg'un ixtiloflarni ko'radi. Fa'alaykum an, ya'ni shu ixtilofni ko'rgan vaqtda fa'alaykum bi sunnati, meni sunnatimni ching tutinglar va sunnatul xulafa ar-rashidin al-mahdiyyin va to'g'ri yo'lda mangan xulafalarning qanday qilgan sunnatini ching tutinglar. Addu alayha bin nawajiz. Uningga qanday qilgan? Addu degan gap tishlanglar degan gap. Tishlanglar uningga bin nawajiz. Ig'it tishinglar bilan qanday qilgan? Tishlanglar. Ig'it tishinglar bilan tishlanglar. Va iyyakum va muhdathatil umur. Sizlar saqlaninglar, iyyakum saqlaninglar ishlarning yengida paydo bo'lganlardan. Muhdathat yengida paydo bo'lgan ishlardan qanday qilinglar? Saqlaninglar. Ya'ni dinda yengida paydo bo'lgan ishlardan saqlaninglar. Fa inna kullu bid'atin dalala. Haqiqatan har qanday bir bid'at, ya'ni yengida paydo bo'lgan ish dalala, ozg'unlik to'g'ri deydi. Onda olsa biz bu hadisdan tarkib qo'yadigan o'rnimiz fa'alaykum bi sunnati va sunnatil xulafa'ir rashidin al-mahdiyyin. Endi mushu jumlaga biz tarkib qo'yamiz. Fa'alaykum bi sunnati va sunnatil xulafa'ir rashidin al-mahdiyyin. Fa'alaykumdagi alaykum nima? Javobi shart. Fa shuning uchun alaykum qanday qildi? Agishib keldi. Qanday bo'lsa buningdagi odati shart. Qani fi'l shart desak, buning beshida taqdir qilingan bir donaning bor. Odat shart va fi'l shart bor. Masalan, deydi, alaykum javobi shart, buning ilgari taqdir qilingan fi'l shart va odat shartlar in ishtum, agar siz yashab qolsanglar, ya'ni in nima bu yerda odat shart, ishtum bo'ldi, fi'l shart bo'ldi. In ishtum fa alaykum bi sunnati. Alaykum ismi fi'l, buni bilasizlar. Ma'nosi nima? Lozim tutinglar, lozim kerak degan ma'noda. Bi sunnati ba harfi jar, sunna majrur. Zirlikninki alomati taqdiran deymiz.
bu sünneti deb ta'nim qildi, zir qildi desa, bu majrur bo'lganlik uchun emas, oxirida mutakallimning yasi qo'shilib kelganligi uchun qana qildi, zir bo'ldi deymiz. Shundaqla sunna muzaf yacho muzafun ilay. Va sunnadagi va harfi atbi va sunnacho bi sunnatidagi sunnaga atfi. Shunga o'xshash qanday qilgan, zir qilgan. Va sunnatil xulafa'ir rashidin deki. Shundaqla sunna nima? Mudaf al-xulafa mudafun ilayh zirlikning alomati oshkora. Rashidin xulafaning nimasi? Sifati, shunga ergashib zirlik o'rnida ya bilan keldi. Mahdiyinmi xulafaning ikkinchi sifati. Bumi jami muzakkar salim bo'lg'achqa zirlik o'rnida ya bilan keldi deymiz. Unda bo'lsa bugungi darsimizning tarkib qo'yilgan yeri shu. Sizlarga topshiriq qo'yilgan ya va iyyakum va muhdathatil umur fa inna kulla bid'atin dalalah. Sizlar mush o'ringa tarkib qo'ysizlar, bu sizlarga topshiriq. Unda bo'lsa vaqtdoshlar, bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizda ko'rishaylik. Assalomu alaykum. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور.